Bismillah, velhamdülillah ve salatu ve selam ala Rasulillah. Sunan İbn Mace dersimizin devamında. Bugün 15. hadis. Haddesena Muhammed ibn Rumh ibn al-Muhaciril Mısri. قال أنبأنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن أروى ابن زبير أن عبد الله بن زبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخلة. İbn Mace rahimahullah şundaq deydi, bizge Muhammed ibn Rumh ibn al-Muhacir al-Misri hadis sözlep berdi. U mundaq deydi, bizge Lays ibn Sa'id xabar berdi, yani hadis sözlep berdi. U ibn Shihab, yani Zuhri'den, Urva ibn Zubayr'den, onunğa qarindishi Abdullah ibn Zubayr hadis sözlep bergen. Ansarlardan ma'lum bir kishi, u kishinin ismini demabdi, lekin bu ansari Badr g'azotida qatnashgan ansari ekan. Zubayr radhiyallohu anhu bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurida Al-Harra degan Madinadagi qarsayliq. Mushu qarsayliqdagi, qarsayliqdan o'tadigan xurmlarni sug'urish uchun mushu eriq haqida, eriqdagi suv haqida talishib qoldi. Faqala al-Ansari sarrih al-ma'a yamurru fa aba alayhi fahtasama 'inda Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni bu ishning jarayoni mundaq. Ansari Zubayr radhiyallohu anhuga sen suvni qo'yib meningki etizimga, mening xurmazorligimga kirsin deganda Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhu unmagan. Yani bu su avval Zubayr radhiyallohu anhuning etizidan o'tib, ondan Ansarining beg'iga kirdigan bo'lgan. Zubayr radhiyallohu anhu meningkin avval sug'urib olay, anandan keyin suvni qo'yib o'tay, sening beg'iga kirsin degan. Shuning bilan Ansari kishi bu ishkisi berib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bu ahvolni aytdi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي زبير يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yerda Zubayr radhiyallohu anhuni ma'ruf bilan chiroyliqcha bir oz sug'urib olgandan keyin ondan suvni qo'shnisi degani yeningdagi xurmazorliqqa demoqchi. Ansarining beg'iga qo'yib atgan degan. Faqadibal ansariyu faqala ya Rasulullah sallallohu alayhi vasallam an kana ibn ammatik. Shunday bilan eliqi ansari achchiq kelib, ey Allohning payg'ambari sallallohu alayhi vasallam, bu sizning tag'ingizning o'g'li bo'lganligi uchun mushundaq deb atamsiz, mushundaq deb atamlar dedi. Ya'ni ammachisi, ya'ni Safiya bint Abdul Muttallibning balasi Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhu. Ammachingiz Safiya bint Abdul Muttallibning o'g'li bo'lganligi uchun mushundaq hukm chiqarlimi Rasululloh degandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yuzi rangi o'zgarib ketdi, ya'ni achchig'i keldi bu gapdan. Chunki bu ansari bu yerda o'zini vaqtincha tutamay payg'ambarlikning sha'niga, payg'ambarlikning hurmatiga e'tibor bermaganlik uchun payg'ambarlikning hurmati sababidan Rasulullohning achchig'i keldi. Ya'ni payg'ambarning hukmiga bir xil rozi bo'lmagandek gap qildi bu deb achchig'i keldi. Shuning bilan mundaq dedi: "Ey Zubayr, sen sug'urib olgan xurmangni sug'urib taki sen shu suvni tutib turgunki qo'yib atmay, hatta yarji'a ilal jadri, ya'ni o'sha etizning bag'niki qashasi, g'ichilik shu liqmiliq beg'ini to'shtirib olgandan keyin ondan keyin qo'yib at yoki shu chaqishlik qo'yib atmagan degan. Ya'ni boshda biroz sug'urib olgandan keyin qo'yib at degan bo'lsa, endi haqqingni to'liq olgin degan. Payg'ambar alayhisalom aytdi, adillik bilan hukm qilgan. Ya'ni haqqini to'liq etmagan bu yerda. Undaq deydi, ondan Zubayr radhiyallohu anhu shundaq dedi: "Vallahi inni la ahsibu hazihi al-ayata nazalat fi zalik." Alloh bilan qasamki, men bu oyatni mushu vaqalik, mushu hadis ustida, mushu ish uchun tushdi deb o'ylayman. Ya'ni bu oyat bo'lsa-mu, "Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum." Rabbim bilan qasamki, payg'ambar Alloh subhanahu va taolo bu yerda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib o'zi bilan qasam qildi. Allah o'zi bilan qasam qildi. Sening Rabbing bilan qasamki, ular o'zlarining o'tirsidagi shu datalashqa seni hukm chiqarg'izib, anandan keyin bu ishga nisbatan sen chiqargan hukmga nisbatan qalblarida hech qanday bir siqilish, harajan, ya'ni siqilish degan gap, bearamchilik, bayqinmag'ichilik va butunlay taslim bo'lmag'ichilik ular iymon etgan bo'lmaydi. O'sha oyatni men o'sha ish ustida tushdi deb o'ylayman, deb Zubayr radhiyallohu anhu. Bu hadisdan elinadigan foydalar: mümin her qanday ahvolda, ya'ni achchiq kelgan ahvolda bo'lsin
yoki achchig'i kelmagan, xushal xuram turgan ahvolda bo'lsin, har qanday vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hukmiga bo'ysunish, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iqtido qilish va ergashish. Mo'min o'zining achchig'ini yengish, achchig'ini besish, afu qilish va kang qo'rsoq bo'lish. Achchig'i, g'azab nafrati uni boshqalarga zulm qilishga va yoki boshqalarning haqqiga tajovuz qilishga olmaslik kerak. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq achchiq kelib ketgan bo'lsa-mu, Ansariga zulm qilmasdan, balki Zubayr roziyallohu anhuga haqqini to'liq elishga buyurdi faqat. Ya'ni bu odillik, ya'ni zulm emas. Bu hadisdan ilingan foydalar yana boshqalarga oldi bilan kelishishga, sulh qilishga boshqalarga ishorat qilish. Oldi bilan shu fikrni berish. Ondan o sulhiga unmagan vaqtida odillik bilan o'tirni bir taraf qilib qo'yish. Har ikki tarafga o'zining haqqini zulm qilmasdan berish. Rozi bo'lmaganligiga nisbatan zulm qilmasdan qarshi tarafga haqqini to'liq ep berish orqali jazolash, ya'ni rozi bo'lmaganlarni. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.